Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi sotuvga qo'yilgan joyimiz shu yo'l ustidagi ko'rib turgan 5 etajli domimizni 4-etajında 2 xonali kvartira sotuvga qo'yildi. Mestasına keladigan bo'lsak, ko'rib turibsiz, bu yerda Diamond Hall, banda Omad Bowling bo'ladi, 32-sonli internet maktabi. Ban tarafimizda esa Oxun bobo mechiti bo'ladi. Esa ketdik, uyning taraf bilan tanishib chiqsak. 4-etajimizga yetib keldik. Shu to'g'rimizdagi xonadon bo'ladi. Eshiklarimiz girayoch eshiklar yaxshi sifatli eshiklardan qo'yilgan ekan. Chon tarafiga kiradigan bo'lsak, oyoq tiylarimiz ko'rganingizdek pol bo'lib turibdi. Ustidan qoldi o'shalgan. Toza domda. Qurilganlari ko'p bo'lmagan, patologlarimiz ham biik, girayoch xotimiz ham katta tushgan ekan. Aboydan chiqib turibdi. Berimizda rakovinalar ham qo'yib o'tilgan ekan. Ban tarafimizda sanuzel bo'ladi. Ko'rganingizdek kabindan chiqib turibdi. Berimizda ajoyib bo'lib tushgan. Ban tarafimizda ashxonasi, ashxonamiz ham keng. Shuningdek, ustal kursilar ham qo'yib qo'yibdilar, choy ichmaga sig'ib turibdi. Berimizda xolodilniklar ham bor. Uyimizda ko'rib turgan hamma narsangiz qoladi. Kir mashinalaridan ham ega. Registrda o'tganmiz joyimizda, aynalarimiz akvayna. Nakat yolumuz ishlab turibdi, ko'rganingizdek. Gaz, suv, svetda umuman muammosi yo'q. Ashxona mebellarimiz ham bor. Ban tarafimizda esa zal bo'ladi. Zalimiz ham ulli, keng tushgan ekan. Ko'rganingizdek, aboydan chiqib turibdi. Ajoyib lyustralar asilgan, chetlari gallagen. Chon eshiklarimiz ham MDF eshiklardan qo'yilgan. Televizor ham bor ekan. Oyoq tiylarimiz g'oli. Po'latilgan. Pardalarning ega, panoramli aynalar bo'ladi, akva aynalari. Ban tarafimizda esa yotoqxonamiz bo'ladi. Yotoqxonamiz ham kichkina emas, keng bo'lib tushgan, remontdan chiqib turibdi. Avoylar urilgan. Pardalari bor. Shuningdek, shkaflari ham ega ekan. Oyoq tiylarimiz g'oli. Ko'rganingizdek, spannisi ham bor. Uyimizda kvadrat metri 57 kvadrat metr toza domda 4-etajda mansard ham bor. 5 desek ham bo'ladi. Pulga keladigan bo'lsak 415 million so'm ustida ozgina kelishiladi. Videoda telefon nomer qoldiramiz. Bemalol telefon etib bog'lanishingiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.